Agar hayz siklingiz kechikayotgan bo'lsa, bu har doim kasallik degani emas, lekin ba'zi holatlarda bu juda jiddiy signal bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Men Munisa Shuhratovna, 5 yillik tajribaga ega akusher-ginekolog. Bugun sizlar bilan hayz sikli buzilishi haqida gaplashamiz. Hayz sikli buzilishi nima? Hayz sikli buzilishini gaplashishimizdan avval o'zi normal hayz sikli qanaqa bo'ladi? Normal hayz sikli qay tartibda keladi? Bu haqida gaplashamiz. Normal hayz sikli bu davomiyligi 3-7 kun davom etadigan, har 21-35 kunda takrorlanadigan normal fiziologik jarayon hisoblanadi. Va uning 1-2 kunga o'zgarishi, kechikib yoki vaqtli kelishi bu patologik holat hisoblanmaydi. Hayz sikli davomida umumiy qon yo'qotilishi 80-100 ml deb baholanib, bundan ortiqcha va bundan kam qon ketishi patologik holat hisoblanadi. Quyidagi holatlar hayz sikli buzilish holatlariga kiradi. Hayz siklining 21 kundan qisqarishi yoki 35 kundan oshishi, hayz sikli davomida qon ketishlar kuni 1 haftadan oshishi, ya'ni 7 kundan oshishi, 10 kun, 5 kunlab kelishi va umumiy hayz kunlari ketadigan qon miqdori 100 ml dan oshishi hayz sikli buzilish holatlariga kiradi. Yoki bo'lmasa bir yoki bir nechta sikl davomida hayz siklini ko'rmasligi, hayz kelmasligi. Ba'zi bir qizlarimizda, ba'zi bir ayollarimizda hayz sikli 3 oylab, 6 oylab yoki bo'lmasa faqatgina dorilar orqali keladi. Bunday holatlar hayz sikli buzilish holatlari hisoblanadi. Hayz sikli buzilishi har doim ham patologiya emas. Qachon normal holat hisoblanadi? Hayz sikli ayol hayoti davomida bir marta sababsiz kelmasa va keyingi sikllarda tiklanib ketsa, kuchli stressli jarayonda, kuchli stressli paytda o'zgarishi mumkin, kelmasligi mumkin. Keyingisi iqlimni o'zgarishi, ya'ni bir joydan boshqa joyga ko'chib o'tishi yoki bo'lmasam yashash sharoiti o'zgarishi va juda tez ozish yoki juda tez semirish holatlarida kuzatilishi mumkin. Xo'p, endi qachon hayz sikli buzilishi bu haqiqiy kasallik yoki qaysidir kasallikni belgisi sifatida namoyon bo'ladi. Bu esa quyidagi holatlarda. Sababsiz hayz sikli bir yoki bir nechta sikl davomida kelmasligi, 3 oy, 6 oylab kelmasligi va hayz siklini chaqirib olish uchun ma'lum bir dorilar berilgandan keyin hayz sikli kelishi yoki bo'lmasam kuchli stressli jarayonda, surunkali stress jarayonida hayz sikli buzilib ketishi, 21 kundan qisqarib ketishi, 35 kundan uzoq muddat ketishi, ba'zi bir ayollarimizda 1 hafta 10 kun, 40 kun, 45 kunlardan keyin hayz sikli tiklanib ketadi yoki qayta ko'radi. Bu holatlar patologik holat hisoblanadi. Va hayz siklini istalmagan homiladorlikdan saqlovchi preparatlarni shifokor ko'rsatmasiga binoan qabul qilmasdan o'zboshimchalik bilan qabul qilganda, hayzlar aro qon ketishi, hayzning o'rtasida yoki bo'lmasam hayzdan oldin surkalib qon kelishi va hayzdan keyin surkalib qon ketishi shu kabi holatlar yuzaga kelishi mumkin. Yoki bo'lmasa ultratovush tekshiruvida sizda multifolikulyar tuxumdonlar sindromi yoki bo'lmasa polikistoz tashxisi qo'yilganda, gipertireozda, giperandrogeniyada yoki bo'lmasa gipofiz bezdagi qanaqadir prolaktinoma yoki bo'lmasa yaxshi yomon sifatli o'smalarda hayz sikli buzilishi bu patologik holatlar hisoblanadi. Va yana bir misol, yallig'lanish kasalliklari va yatrogeniya sabablari ham bo'lishi mumkin. Yatrogeniya sabablari bu qanaqadir abortlar, med abortlar yoki bo'lmasa klinikada o'tkazilgan yoki kriminal abortlardan keyin bachadon bo'shlig'i qirib tozalanganda endometriyni haddan ortiq qirib tashlash natijasida endometriy juda yupqalashib ketib, keyinchalik hayz sikli tiklanishi 3 oy, 6 oy muddatga kechikishi mumkin. Yoki bo'lmasam endometrioz, adenomioz tashxisi qo'yilgan ayollarimizda hayz siklini adenomioz, endometriozlarni davolash uchun simptomatik va patogenetik davolash uchun qo'llaniladigan dorilar fonida yuzaga kelishi mumkin. Endometriy yupqalashib ketadi va hayz sikli kelishi to'xtaydi yoki bo'lmasam uzoq muddat qon ketib yurishi mumkin. Bizga murojaat qilgan ayollarimizni tekshirganimizda eng ko'p uchraydigan sabablari bu gormonal disbalans, qalqosmon bez gipofunksiyasi, giperandrogeniya, erkaklik faktori oshib ketishi ayollarda va yatrogeniya sabablari ming afsuski uchrab turadi va dorilarni palapartish tartibda, gormonal dorilarni palapartish tartibda iste'mol qilish va psixotrop dori vositalari, trankvilizatorlar, neyroleptik vositalarni qo'llash natijasida kuchli stress, aqliy va jismoniy zo'riqishda
va surunkali zaharlanishlar kiradi. Aksariyat ayollarimiz yuqoridagi shikoyatlariga ijtimoiy tarmoqlar yoki Google'dan sabab javob izlashadi, lekin tahlillarsiz sabab aniq aniqlanmaydi. Agar hayz siklingiz doimiy ravishda buzilayotgan bo'lsa, bu e'tiborsiz qoldiriladigan holat emas. Siz bilan ginekolog Munisa Shuhratovna va Vatan tibbiyot markazi bo'ldi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.